Sizningcha haqiqiy baxt nimada? Mening tasavvurimda baxt bu onang sochingni silashida bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Meni ismim Shahzod, tanishib olsak, siz ismingiz? Men ismim Sirojiddin. Sirojiddin aka, rahmat. Qaysi soha bilan shug'ullanasiz va qayerdansiz? Asli O'zbekistonlikmiz. Asli shu vatan farzandimiz. Sohamiz baxtli tasodiflarga binoan insonlar sog'lik salomatligini saqlash yo'nalishi bo'yicha meditsinadamiz. Qarshi bo'lmasangiz savollar beraman, faqat real gaplashamiz. Albatta. Nima deb o'ylaysiz? Ishga mehr qo'ygan yaxshimi yoki pulgami? Bu jabhada aynan bitta javobni to'g'ri deb hisoblamaymiz. Sababi inson aql idrokini ishlatar ekan, demak u nimagadir qodir. Demak, butunlay pulsiz baxtni tasavvur qilish ham qiyinroq, lekin pulning o'zi baxt olib keladi tasavvur qilish undan-da ahmoqroq. Sizningcha pul baxt olib keladimi yoki yo'q? Pul vosita vazifasini bajara oladi, lekin to'liq baxtni, to'kis baxtli olib kelmaydi. Eng og'ir paytingizda yoningizda kim qoldi? Eng og'ir paytimdami? Bir so'z doim yodimga tushadi. Aytishlaricha hayotda dedi insonga dedi bir onasi do'st, bir tanasi do'st. Menimcha faqat shu onamning duosi bo'lsa kerak. Ota-onangizga nimalar qila olmaganingizdan afsuslanasiz? Balkim hayotimda nimadir qila olgandirman, lekin ko'proq qila olmaganlarimga afsuslanaman ota-onamga. Ko'p ham narsa qila olganman deb hech qachon ayta olmayman. Qila olmagan bo'lsam kerak. Siz sohangizga endigina qadam qo'yayotgan yoshlarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Yoshlar, insonda eng kuchli narsa meni fikrimcha qat'iyat. Agar qat'iyatli inson bo'lsa, yutuqlar uchun vaqt va imkoniyat har doim topiladi. Sizningcha haqiqiy baxt nimada? Baxtmi? Na hidi bor, na rangi bor, na ushlay olasan, na tuta olasan. Bilasizmi bunga? Keling shunday javob bera qolaylik. Mening tasavvurimda baxt bu onang sochingni silashida bo'lsa kerak. Bu narsa menda og'riqli. Faqat ona deymiz. Otangiz haqida qisqacha. Ota bilasizmi qay darajada buyuk zot? Biz doim onamizga erkalik qila olamiz. Otamiz esa bilasizmi? Mening dadam shunchalar buyuk inson bo'lganki, mening baxtim bo'lsa kerak, men toki dadam hayot davridan toki o'tkunlarigacha dadamning yuzini ko'ra olmadim. Sababi uning yuzi qandayligini hech qachon ko'ra olmaganman. Sababi biz unga qanday tikilib qarash mumkinligini bilmaganmiz xolos. Hurmatli vaqtingizni olganingiz uchun rahmat. Sizdan so'rayman. Rahmat. Sizga ham ajoyib suhbat bo'ldi. Rahmat sizga.